O'zbekistonda Cobalt sotuvi 30% ga pasaydi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Cobalt sotuvi 30% ga pasaydi. Elektromobillarga talab oshgan. Avtomobil modellari qatori yetakchisi Chevrolet Cobalt sotuvi joriy yilning 4 oyida 30 mingtaga yetmagan. Bu qariyb 30% lik pasayishni ko'rsatadi. Damas, Tracker va Onix ga talab esa sezilarli darajada oshgan. BYD O'zbekiston o'tgan yili shu davrda 843 ta yuan app sotgan edi. Joriy yilda esa bu ko'rsatkich 2752 taga yetdi. O'zbekiston avtomobil sanoati korxonalari 2026-yilning dastlabki 4 oyida 121.601 ta avtomobil sotdi deya xabar berdi O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 14.760 taga yoki 13.8% ga ko'p hisoblanadi. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.